Salom, qadrli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy a'zolari. Bugun biz hammamiz uchun ayniqsa, hurmatli keksa avlod vakillari uchun juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilish uchun yig'ildik. Nafaqalar masalasi doimo ko'pchilikni tashvishga solib keladi, chunki bu har bir insonning farovonligi, moliyaviy barqarorligi va hayot sifati bilan bevosita bog'liq. Ko'pchilik o'z nafaqasining miqdori qanday hisoblanishi, qanday o'zgarishlar kutilayotgani va ayniqsa, yangi qonunlar ularning shaxsiy moliyaviy ahvoliga qanday ta'sir qilishidan savotirda. Aynan shuning uchun men bugun siz bilan shunday muhim yangilikni muhokama qilamizki, u itmaydan boshlab barcha pensionerlarning hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki ba'zi nafaqaxo'rlar uchun sezilarli moliyaviy qo'llab-quvvatlashga olib keladigan yangi mexanizm haqida so'z boradi. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hech bir tafsilotni o'tkazib yubormang. Va albatta bizning kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu bizga ko'proq odamlarga ushbu muhim ma'lumotni yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. So'sh, avval qanday edi va endi nima o'zgardi? Keling, vaziyatni sodda va tushunarli tilda tushuntirib beray. O'tmishda nafaqa tizimimizda ba'zi murakkabliklar mavjud edi. Nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni ko'pincha juda murakkab va byurokratik jarayon bo'lib, nafaqaxo'rlardan doimiy ravishda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni, turli hujjatlarni yig'ishni va uzoq kutishni talab qilar edi. Ayniqsa, nafaqa yoshiga yetganidan keyin ishlashni davom ettirgan, ammo nafaqa rasmiylashtirishni keyinga qoldirgan shaxslar uchun vaziyat biroz noaniq edi. Ular ko'pincha qo'shimcha ishlagan yillarining nafaqasi miqdoriga qanday ta'sir qilishini to'liq tushunishmasdi. Ba'zida esa bu qo'shimcha ish staji pensiya miqdoriga kutilganidek katta ta'sir ko'rsatmasdi. Bu esa ko'plab insonlarning hafsalasini pir qilardi. Minimum nafaqalar belgilangan miqdorda bo'lib, ko'pincha insonning uzoq yillik mehnati va hissiyotlarini to'liq aks ettirmasdi. Bu esa afsuski ko'plab nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarar edi. Endi esa bir maydan boshlab vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Hukumatimiz tomonidan yangi, yanada soddalashtirilgan va samaraliroq mexanizm joriy etilmoqda. Bu shunchaki oddiy bir o'zgarish emas, balki ko'plab nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lov yoki pensiya miqdorini qayta hisoblash imkoniyatini beradigan o'ziga xos bir qo'llab-quvvatlash choralari paketidir. Bu o'zgarishning asosiy mohiyati shundaki, u oldingi kabi faqatgina yangi ish stajini hisobga olish bilan cheklanmaydi. Aksincha, u nafaqaxo'rlarning uzoq yillik mehnati, ayniqsa nafaqa yoshiga yetganidan keyin ishlashni davom ettirganligi va pensiya to'lovlarini darhol talab qilmaganligi uchun ularni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, endi pensiya jamg'armasi shunchaki kutish rejimida turmaydi. Aksincha, u ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlarning ma'lumotlarini avtomatik ravishda tahlil qiladi va ularning huquqlariga mos keladigan qo'shimcha to'lovlarni yoki pensiyaning qayta hisob-kitobini amalga oshiradi. Bu avtomatizm deganda, ko'p hollarda sizning hech qanday ariza yozishingiz yoki hujjat yig'ishingiz shart bo'lmasligi tushuniladi, ammo barcha holatlarda ham shunday bo'lmasligi mumkin. Bu tizimning asosiy maqsadi insonlarning mehnatiga adolatli baho berish va ularning keksalikdagi farovonligini oshirishdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. So'sh, bu yangilik haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi lozim va kimlar uchun bu o'zgarish bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin? Keling, har bir jihatni chuqur tahlil qilaylik. Eng avvalo, shuni tushunish kerakki, bu umumiy pensiya oshishi emas. Ya'ni, bu barcha pensiya oluvchilar uchun yagona foizda pensiya miqdorini oshirish emas. Bu aksincha, juda aniq mezonlar asosida beriladigan maqsadli qo'shimcha to'lov yoki pensiyaning qayta hisob-kitobi hisoblanadi. Bu to'lov shaxsining mehnat staji, nafaqaga chiqish yoshidan keyin ishlaganligi va hozirgi nafaqasining miqdori kabi omillarni hisobga olgan holda aniqlanadi. Kimlar ayniqsa diqqatli bo'lishi kerak? Birinchi toifa benden terendan mutafassilmak. Bu o'z vaqtida nafaqa yoshiga yetgan, masalan, ayollar 50 yoshga, erkaklar 60 yoshga kirgan, ammo nafaqa rasmiylashtirishga shoshilmay, yana ma'lum muddat, aytaylik 5 yoki hatto 10 yil davomida ishlagan shaxslar. Ular o'sha vaqtda nafaqa olmaganlar, faqatgina maosh bilan kun kechirganlar. Endi ularning shu qo'shimcha ishlagan yillari uchun alohida e'tibor beriladi va yangi formula asosida ularga qo'shimcha to'lovlar hisoblab chiqilishi mumkin. Bu juda muhim, chunki ilgari ko'pincha bu davr yetarli darajada rag'batlantirilgan
asoslantirilmas edi. Ikkinchi toifa bu allaqachon uzoq yillardan beri nafaqada bo'lgan, masalan 20, 25 yoki hatto 30 yildan oshiq vaqtdan beri nafaqa olib kelayotgan shaxslar. Ayniqsa erkaklar uchun 30 yildan ortiq, ayollar uchun 25 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lganlar va ularning hozirgi nafaqasi minimal darajaga yaqin bo'lganlar. Ular uchun ham yangi qayta hisob-kitob mexanizmi joriy etilishi mumkin. Bu ularning uzoq yillik mehnati uchun qo'shimcha rag'batlantirishni nazarda tutadi. Bu holatda yangi tizim ularning umumiy ish stajini va shu yillar davomida to'plangan pensiya ballarini qayta ko'rib chiqib, ularning nafaqasiga sezilarli qo'shimcha hisoblash imkoniyatini beradi. Uchinchi toifa bu hozirgi nafaqasi minimal pensiya miqdoriga juda yaqin bo'lgan shaxslar. Yangi mezonlar yoki qayta hisoblangan ish staji asosida ular endi yuqoriroq qo'shimcha to'lovga yoki pensiyaning oshirilishiga ega bo'lishlari mumkin. Misol uchun, agar sizning nafaqangiz hozirda minimal miqdordan birozgina yuqori bo'lsa, yangi qoidalar sizga yana bir pog'ona yuqoriga ko'tarilish imkoniyatini berishi mumkin. Kimlar uchun bu o'zgarish bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Birinchi navbatda yaqinda nafaqaga chiqqan va pensiyalari eng so'nggi qoidalar asosida hisoblangan shaxslar. Ularning pensiya miqdori allaqachon barcha eng yangi mezonlar va indeksatsiyalar hisobga olingan holda belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yangi qo'shimcha to'lovlar ularga unchalik ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. Ikkinchidan, allaqachon maksimal nafaqa oladigan yoki juda yuqori pensiyaga ega bo'lgan shaxslar. Ular uchun ham bu o'zgarishlar unchalik sezilarli bo'lmasligi mumkin, chunki ularning pensiyasi allaqachon yuqori chegaralarda turadi va qo'shimcha hisob-kitoblar ularning umumiy daromadiga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq ular ham baribir o'z nafaqa hisob-kitoblarini tekshirib ko'rishlari ortiqchalik qilmaydi, chunki har bir vaziyat individualdir. Keling, bir nechta aniq misollarga o'taylik, chunki hayotiy vaziyatlar tushuntirishlarni yanada aniqroq qiladi. Birinchi misol Karim Bobo. Karim Bobo 60 yoshida nafaqa yoshiga yetgan, ammo u qishloq xo'jaligi sohasida ishlashni juda yaxshi ko'rganligi sababli yana fant yil davomida fermer xo'jaligida ishlashni davom ettirgan. U faqatgina La Purslima yoshida nafaqasini rasmiylashtirgan. O'sha paytda uning nafaqasi 1,200,000 so'm miqdorida belgilangan edi. Bu o'sha davr uchun o'rtacha ko'rsatkich edi. Yangi qonunlarga ko'ra, Karim Boboning nafaqa yoshiga yetganidan keyin ishlagan 5 yillik staji uchun alohida qo'shimcha to'lov hisoblanadi. Faraz qaylaylik. Bu qo'shimcha to'lov uning har bir qo'shimcha ish staji yili uchun, masalan, mavjud nafaqasining yabrapra miqdorida hisoblanadi. Bu degani, uning yillik qo'shimcha staji uchun nafaqasi yana 50%ga, ya'ni 8,000 so'mga oshadi. Natijada Karim Boboning nafaqasi 1,260,000 so'mga aylanadi. Bu har oyda u uchun sezilarli qo'shimcha daromad bo'lib, uning ro'zg'origa yangilik olib keladi. Ikkinchi misol Dilbar Ona. Dilbar Ona 27 yildan beri nafaqada. U erta nafaqaga chiqqan va umrining ko'p qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan, ammo yetarlicha ish stajiga ega bo'lgan. Hozirda uning nafaqasi minimal pensiya miqdori atrofida, masalan 400,000 so'm. Uning o'sha paytda hisoblangan ish staji 25 yilni tashkil etadi. Yangi qoidalar ayniqsa uzoq muddat nafaqada bo'lgan va nisbatan past nafaqa oladigan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Yangi qayta hisob-kitob mexanizmi Dilbar Onaning umumiy ish stajini va uning umrining ko'p qismini mehnatga bag'ishlaganligini hisobga oladi. Faraz qilaylik, uning 25 yillik mehnat staji uchun yangi minimal kafolatlangan miqdor belgilanadi va uning nafaqasi masalan 15%ga oshiriladi. Bu holatda 700,000 so'mlik nafaqa 805,000 so'mga aylanadi. Bu Dilbar Ona uchun har oyda 105,000 so'm qo'shimcha bo'lib, bu uning dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatlarida juda muhim rol o'ynashi mumkin. Uchinchi misol Ahmad aka. Ahmad aka yuqori lavozimlarda ishlagan va uning nafaqasi allaqachon juda yaxshi miqdorda, masalan 3 million so'm. U ham nafaqa yoshiga yetgandan keyin bir necha yil ishlagan va uning barcha staji va daromadlari allaqachon to'liq hisobga olingan. Bunday holatda yangi mexanizm Ahmad akaga sezilarli darajada ta'sir qilmasligi mumkin, chunki u allaqachon maksimal nafaqa chegarasiga yaqin turadi yoki uning boshqa hisob-kitoblarda qo'shimcha to'lov olishiga imkoniyat yo'q. Ehtimol uning nafaqasi bir necha ming so'mga oshishi mumkin. Bu esa uning umumiy daromadida unchalik sezilmasligi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar asosan moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ko'proq muhtoj bo'lgan va ilgari yetarlicha baholanmagan mehnat stajiga ega bo'lgan shaxslarga qaratilgan. Shuni unutmaslik kerakki, ko'p hollarda qayta hisob-kitoblar avtomatik tarzda amalga oshiriladi, ammo har bir pensioner baribir o'z shaxsiy hisobini tekshirishi shart. Asosiy qismi ikkinchi, istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya mexanizmida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni tushunish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Istisnolar.
Barcha turdagi pensionerlarga bu o'zgarish bir ksil darajada ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, harbiy pensionerlar, ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa ba'zi maxsus davlat xizmatchilari uchun pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularga nisbatan bu yangi qoidalar boshqa muddatda yoki boshqa mexanizmlar orqali qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, ba'zi bir professional faoliyat turlari uchun belgilangan maxsus pensiyalar ham ushbu umumiy qoidalardan istisno bo'lishi mumkin. Agar siz shu toifalardan biriga kiradigan bo'lsangiz, o'z idorangizning pensiya bo'limi bilan bog'lanib, aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Qaltis jihatlar. Birinchi va eng muhim qaltis jihat bu barcha ish staji davrlari bir ksil hisoblanmasligi. Masalan, norasmiy ishlangan davrlar, ya'ni mehnat daftarchasida tegishli yozuvlari bo'lmagan yoki to'liq rasmiylashtirilmagan ishlar, shuningdek chet elda ishlagan ammo O'zbekistonda tegishli tartibda ro'yxatdan o'tmagan davrlar ushbu hisob-kitobga kirmasligi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizning tartibli ekanligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchidan, avtomatik qayta hisob-kitob tizimi har doim ham mukammal ishlamasligi mumkin. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'liq emas yoki eskirgan bo'lsa, tizim barcha tegishli ma'lumotlarni hisobga ololmasligi ehtimoli bor. Masalan, sizning ism sharifingiz o'zgargan bo'lsa yoki ba'zi ish joylaringiz haqidagi ma'lumotlar bazaga kiritilmagan bo'lsa, avtomatik hisob-kitob to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizning to'g'riligini tekshirish juda muhimdir. Uchinchidan, dastlabki to'lovlarni olishda kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Tizim yangi bo'lgani uchun pensiya jamg'armasiga juda ko'p murojaatlar va hisob-kitoblar tushishi natijasida ba'zi kutilmagan kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu texnik sabablar, iqtisodimlar yuklamasi yoki tizimni sozlash jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatda sabrli bo'lish va doimiy ravishda pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lish tavsiya etiladi. To'rtinchidan, ba'zi odamlar kutilganidan kamroq miqdorda oshirish olishlari yoki umuman olmasliklari mumkin. Agar ularning hozirgi pensiyasi allaqachon shunga o'xshash mezonlarni hisobga olgan holda belgilangan bo'lsa yoki ularning ish staji yangi aniq belgilangan chegaralarga mos kelmasa, bunday holat yuz berishi mumkin. Har bir holat individualdir va barcha shartlar qondirilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Noaniq nuanslar. Birinchidan, yangi qo'shimcha to'lov asosiy pensiya kabi indeksatsiya qoidalariga bo'ysunmasligi mumkin. Bu degani, kelajakdagi inflyatsiya sharoitida bu qo'shimcha to'lovning qiymati asosiy pensiya kabi tez o'smayishi mumkin. Bu jihatni inobatga olish muhim. Ikkinchidan, bu yangi to'lov boshqa ijtimoiy imtiyozlar yoki nafaqalar bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini tushunish kerak. Masalan, agar siz biror bir turdagi ijtimoiy yordam olsangiz, bu yangi qo'shimcha to'lov sizning umumiy daromadingizni oshirib, ba'zi imtiyozlarga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu masalani aniqlashtirish uchun tegishli ijtimoiy himoya organlari bilan maslahatlashish kerak. Uchinchidan, nafaqa yoshiga yetgandan keyin ishlagan stajni hisoblashning aniq boshlanish sanasi juda muhim. Yangi qonunda bu sana qanday aniqlanganligi va qanday hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerakligi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Ba'zi bir yillar yoki oylar hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun batafsil qoidalarni o'rganish lozim. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, aziz do'stlar, bu yangiliklardan xabardor bo'lganingizdan so'ng endi nima qilishingiz kerak? Sizning amaliy harakatlaringiz juda muhim, chunki bu sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shoshilmaslik kerak, ammo sustkashlikka ham yo'l qo'ymaslik lozim. Birinchi qadam, yig'maydan keyin o'zingizning pensiya to'lovingizni va bank hisobingizga kelib tushadigan mablag'ni diqqat bilan tekshiring. Aksariyat hollarda avtomatik qayta hisob-kitoblar shu sanadan keyin amalga oshirilishi va to'lovlar shu oydan boshlab oshirilgan miqdorda kelishi kerak. Bank kartangizga kelgan pul miqdorini, shuningdek pensiya jamg'armasining oylik xabarnomalarini diqqat bilan ko'zdan kechiring. Ikkinchi qadam, agar sizning pensiya to'lovingizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa yoki siz kutilganidan kamroq miqdorni olgan bo'lsangiz, vahima qilmang. Buning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdir. Shaxsan borib vaziyatni tushuntirishingiz kerak. Ular sizning shaxsiy ishingizni ko'rib chiqib, aniq ma'lumot berishlari shart. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga borishdan oldin barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bu sizga vaqtni tejashga yordam beradi va jarayonni tezlashtiradi. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Pasportingiz, shaxsiy guvohnomangiz. 2. Pensiya guvohnomangiz nafaqa daftarchasi. Unda sizning nafaqa oluvchi ekanligingiz va uning miqdori haqida asosiy ma'lumotlar mavjud. 3. Mehnat daftarchangiz. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi eng muhim hujjat. Unda sizning barcha ish joylaringiz, lavozimlaringiz va ish stajingizning boshlanish va tugash sanalari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 4. Ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar yangi tasan agar mavjud bo'lsa,
tabi tendensiya ba'zi holatlarda mehnat daftarchasida barcha ma'lumotlar bo'lmasligi mumkin. Masalan, arxivdan olingan ma'lumotnomalar, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar. 5. Bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotnoma. Agar pensiyangiz kartaga tushadigan bo'lsa, bankdan olingan hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar pensiya jamg'armasida sizga avtomatik qayta hisob kitob qilinmaganligi yoki sotib bo'lganligi haqida aytishsa, siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizada o'z vaziyatingizni, qaysi qonun bandiga asosan o'zgarishlar kutilayotganini va nima uchun sizga bu qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob kitob kerakligini aniq va tushunarli tilda bayon eting. Arizangizga yuqorida sanab o'tilgan barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlab qoling. Arizaning bir nusxasini pensiya jamg'armasi ksodimidan imzo va sanasi bilan qabul qilinganligini tasdiqlovchi belgi bilan oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Eng muhimi, barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning huquqiy himoyangizning asosiy kafolati hisoblanadi. Shuningdek, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari va rasmiy veb-saytlaridan ham doimiy ravishda ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'pgina pensiya jamg'armasi bo'limlarida maxsus qaynoq liniyalar mavjud bo'lib, ular orqali telefon orqali maslahat olishingiz mumkin. Zulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bir maydan boshlab barcha pensionerlar uchun joriy etilayotgan juda muhim yangilikni batafsil muhokama qildik. Bu o'zgarishlar barchaga birdek ta'sir qilmasligi mumkin, ammo ayniqsa uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgan va nafaqa yoshiga yetganidan keyin ishlashni davom ettirgan shaxslar uchun sezilarli moliyaviy yordam bo'lishi kutilmoqda. Bu shunchaki bir xabar emas, balki sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga ta'sir qiluvchi real imkoniyatdir. Shuning uchun men sizni juda diqqatli bo'lishga, o'zingizning pensiya to'lovlarida o'zgarishlarni kuzatishga va agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishga chaqiraman. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni kelajakdagi harakatlaringiz uchun qurollantirdi. Bu video haqida qanday fikrdasiz? Siz ushbu o'zgarishlardan umidvorlik his qilyapsizmi yoki sizda ba'zi savollar bormi? Iltimos, o'z fikrlaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling va o'zingizni asrang.